Ustakalar, bu qumli mahsulotimiz Diamond. Shu fakturani hozir qanday ishlash jarayonini sizlarga ko'rsatib boramiz. Agar yana boshqa fakturalar qiziqtirsa, kuzatib boringlar. Demak, devorimiz ideal holatda bo'lishi kerak. Chukurka qilingandan keyin gruntovka orqali changlardan tozalab olamiz. Devorimiz, bizni fakturamiz qanaqa svetda bo'lsa, o'shanga qarab rang tanlab olamiz. Bizda hozir seriya fakturasi, o'shuning uchun seriyani tanlaganmiz. Demak, surtish jarayonini boshladik. Yarim kvadrat joyga surtib olgandan keyin sergitib gulini beramiz. Qaysidir joyida qumlar oz bo'lsa, shu joylarga qo'shib ketamiz. Qo'yib boramiz materiallarni. Husanboy aka, yangi o'rgangan ustalarga ham master klasslarimiz bormi? Master klasslarimiz bor, kelishsa o'rgatamiz, bepul, mutlaq bepul. Kelib o'rganamiz degan ustalarga nomerlar qoldirib qo'yamiz pastga. Mahsulotimiz yoqqan bo'lsa, mahsulotimizdan